Venesuela ommaviy safarbarlik e'lon qildi. CNN telekanalining xabar berishicha, bu qaror AQSh qo'shinlarining Karib dengizi mintaqasiga joylashtirilishiga javob tariqasida qabul qilingan. Venesuela mudofaa vazirining so'zlariga ko'ra, bu chora AQShdan kelayotgan imperialistik tahdidga qarshi javob hisoblanadi. Shuningdek, vazirlik fuqarolardan tashkil topgan zaxira kuchlari Bolivar militsiya ishtirokida harbiy mashg'ulotlar boshlanganini ma'lum qilgan. AQSh dunyodagi eng yirik aviatashuvchi boshchiligidagi aviatashuvchilar guruhi Karib dengiziga yetib keldi. Bu haqida Amerika flot qo'mondonligi ma'lum qildi. Guruhni ko'chirishga buyruq bergan prezident Donald Trump buni Venesueladan giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash doirasida amalga oshirayotganini aytgan edi. Amerika floti 11 noyabr kuni aviatashuvchilar guruhi AQSh janubiy qo'mondonligiga mas'ul bo'lgan zonaga kirib kelgani haqida xabar berdi. Yevropadagi barcha davlatlar Rossiya bilan ehtimoliy urushga tayyorlanmoqda. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich bu haqida mahalliy telekanalga bergan intervyusida aytib o'tdi. Faktlarni tahlil qilar ekanman, Yevropa bilan Rossiya o'rtasidagi urush tobora aniq bo'lib bormoqda degan xulosaga keldim. Bu shunchaki gap emas, barcha bunga tayyorgarlik ko'rmoqda deya fikr bildirdi Vuchich. Polsha prezidenti va bosh vaziri ijtimoiy tarmoqlarda tortishib qoldi. Prezident bo'lish uchun saylovda g'alaba qozonishning o'zi yetarli emas deb yozdi bosh vazir Donald Tusk X ijtimoiy tarmog'ida. Bosh vazir bo'lish uchun X tarmog'iga postlar joylashtirishning o'zi yetarli emas. Davlatni boshqarishni bilish va mamlakat manfaatlarini partiya manfaatlaridan ustun qo'yish kerak deb yozdi prezident Navorskiy. Polshada davlat va hukumat boshqaruvida bosh vazir asosiy shaxs hisoblanadi. Prezidentning vakolatlari esa ancha cheklangan. Ukraina adliya vaziri korrupsiya mojarosi sabab lavozimidan chetlashtirildi. Venesuela AQShning ehtimoliy bosqini uchun reja tuzdi. Reuters agentligi Venesuelada Qo'shma Shtatlarning ehtimoliy bosqini yuz berganda qo'llaniladigan strategiya ishlab chiqildi. Ushbu rejaga ko'ra, bunday holatda mamlakat bo'ylab partizanlar harakati tashkil etiladi va poytaxt Karakasda ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqariladi. Bu mamlakatning xorijiy kuchlar uchun boshqarib bo'lmas holga keltirishga qaratilgan deb yozdi nashr. Reuters manbalarining aytishicha, harbiy harakatlar boshlansa, hukumat ushbu ikki rejani birlashtiradi. Hozirda Venesuela armiyasi qurollarni, jumladan eski rus texnikasini jangovar tayyorgarlikka keltirmoqda. Qurolli kuchlar safiga minglab zaxiradagi askarlar chaqirilmoqda deyiladi xabarda. Ozarbayjondan qaytishda Gruziya halokatga uchragan S-130 transport samolyoti bortida bo'lgan barcha 20 nafar harbiy halok bo'ldi. Turkiya Mudofaa vazirligi endi Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alaba uchun AQShda ham parad bilan nishonlanadi. Donald Trump: bugundan boshlab biz Birinchi jahon urushida, Ikkinchi jahon urushida va boshqa barcha urushlarda qozonilgan g'alabalarimizni parad bilan nishonlaymiz dedi AQSh prezidenti Veteranlar kuni munosabati bilan Arlington milliy qabristonida o'tkazilgan marosimida so'zlagan nutqida.